Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga farg'onalik mijozimizning buyurtmasiga asosan 6 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan bir qavatli uyning korobka holatidagi ko'rinishini qo'ldan kelgancha obzor qilaman va birato'la ketadigan material xarajatlari va qancha mablag' ketishini ham qo'ldan kelgancha taxminiy summasini aytib o'taman. Avvalo uyimizning uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, ya'ni eniga 21,5 metr va uzunasiga 28,5 metr va shu holatiga 6 sotixdan sal ziyodroq yer maydonini o'z ichiga oladi. Va uyimiz, asosiy uyimiz paltarashka g'ishtdan pishirishdan qilingan va uyimizning qolgan frontonlari va mana bu zaborlarimiz hammasi sem blokdan, ya'ni shlaka blokdan qilingan. Uyimizning umumiy narxini sal arzonroq qilishlik maqsadida. Uyimiz 9 ta asosiy xonadan iborat va undan tashqari qo'shimcha yordamchi xonalar ham o'z ichiga oladi. Bulardan ikkita mehmonxona, ayollar uchun va erkaklar uchun alohida mehmonxona, 3 ta ota-onalar uchun yotoqxona, 2 ta bolalar xonasi, oshxona, hol va boshqa yordamchi xonalar o'z ichiga oladi. Bu uyimizda 2 ta, hatto 3 ta oilani ham bemalol sig'dirsa bo'ladi. Hamma sharoitlari o'zining ichida mujassam qilingan. Va undan tashqari mana bu 2 ta uyimizning tagi podval qilingan. Podvalga mana bu yerdan kiriladi. Hozir uyimizning umumiy ko'cha tomonidan, hovli tomonidan, orqa tomonlardan qisqacha obzor qilamiz va video davomida ketadigan material xarajatlari va tomlarni olib plan ko'rinishini ham bir boshdan ko'rib chiqamiz. Bunda boshlaydigan bo'lsak, ko'cha tomondan mana bu darvozaxonamiz, bemalol ikkita mashinani ham mana bu yerga sig'dirsa bo'ladi. To'g'ri boradigan bo'lsak, mana bu yerda bitta ayollar uchun mehmonxonamiz bo'lyapti va bu tomondan to'g'ri hovlimizga o'tiladi. Va ko'cha tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu ikkinchi mehmonxonamiz, bu erkaklar uchun kattagina mehmonxonamiz va buning yonida bitta mana kattagina spalniy xonamiz o'zining ichida sanuzul bilan birga bo'ladi. Uyimiz tepadan qaraydigan bo'lsak, uyimiz O shaklida qilingan, aylanasiga hamma tomonimiz xonalardan iborat va orqa tomonda mana bunday yo'lak qoldirilgan. Mana bu yerda katyol va kladovka xonamiz va bu yerda yozgi oshxonamiz ham orqa tomonga joylashtirganmiz. Hovli tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda darvozaxonadan to'g'ri kirib kelamiz, ikkita mashina va o'rtada mana bu yashil zona qilingan va mana bu yerdan to'g'ri mehmonxonamiz bo'lyapti. Va bu tomondan yotoqxonamizga kiradigan mana bu eshigimiz alohida va bu yerda ham yana ikkita xonamiz, bittasi bolalar xonasi, bittasi ota-onalar yotoqxonasi. Ikkinchi oilamiz uchun xizmat qiladigan uyimiz. Va mana bu yerdan to'g'ri podvalga kirib ketamiz. Va hovlini to'rdan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdan to'rdan ketadigan bo'lsak, mana bu yerdan mana yana bitta mehmonxonamiz, boya aytganim ayollar uchun mehmonxonamiz va mana bu yerdan to'g'ri o'tib ketadigan bo'lsak, orqa hovli tomonga o'tib ketamiz. Va uyga asosiy kiradigan eshigimiz, mana bu kirish qismimiz mana bu yerdan bo'lyapti. Chiroyli qilib kolonnalar bilan bezatilgan bo'ladi. Kirganimizda hol va shu holdan hamma xonalarga o'tiladi. Va mana bu kundalik xonamiz, oilaviy o'tirib choy ichadigan xonamiz. Buni bu yerga qo'yganimiz sababi, o'tirganimizda hovlimiz hamma tomoni aylanasiga ko'rinib turadi. Va oshxonamizni orqa tomonga joylashtirganmiz. Mana bu yerda oshxona. Oshxonani o'zidan mana bu yerdan to'g'ri kundalik xonamizga ham o'tib ketsa bo'ladi. Bu yerda mana yotoqxonalarimiz. Endi bu tomon tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi tomlarni olib bir boshdan 3Dda plan ko'rinishida yana ham batafsilroq ko'rib chiqamiz. Tomlarni oladigan bo'lsak, umumiy yana tepadan ko'rinishi yuqoridan kimga kerak bo'lsa bemalol shu holatida skrinshot qilib olishlari ham mumkin bo'ladi. Avvalo qisqacha material xarajatini aytib o'taman, keyin planini ko'rib chiqamiz. Umumiy betonimizga, mana shu holatdagi betonimizga va tagida mana podvalimiz bor. Ikkita xonamizning tagi podval bo'ladi. Ya'ni mana bu yashab turadigan bo'lsak, mana bunday podvalimiz, betonimiz. Podvalimizning betoni 2,40, qolgan betonlarimiz 1 metr bo'lyapti. Ya'ni shulardan 1,5 metr yer ustiga, 1,5 metr yer tagiga kiradi. Shu holatiga betonimizga mana bu yerda yozib o'tganman, 117 kub atrofida beton sarflanadi. Va g'ishtlariga keladigan bo'lsak, mana shu holatda mana sariqda qilinganlar hammasi pishirg'ich bo'lyapti va qolganlari shlaka blok. Pishirg'ichimiz sarfi 49 ming 50 mingta atrofida mana shu yerimizga pishirg'ich sarflanadi. Va bloklarimiz mana 3 ming atrofida, 2800 3 mingta atrofida mana bu joylarimizga shlaka blok ketadi. Va tomimizni sarfiga keladigan bo'lsak, kvadrati 550 kvadrat atrofida shifer yoki tunika sarflanadi.
Endi planga keladigan bo'lsak, o'xshay mana tepadan ko'rinishi boradigan bo'lsak, mana bu yerda uzun to'g'ri darvozaxonamiz bo'lyapti. Ko'cha tomondan qaraganda ikkita mashina bemalol sig'adi. To'g'ri mana bu yerdan mehmonxonaga ham o'tib ketsa bo'ladi. Va bu yerdan aylanib keladigan bo'lsak, mana bu yerdan to'g'ri kelamiz. Birinchi mehmonxonamiz yana bitta. Mana buning kirish qismi mana bu yerdan to'g'ri kirib kelganimizda mehmonxonaga kiramiz. Bundan o'tib mana bu yerda yana bitta yotoqxonamiz, ya'ni yosh kattalar uchun, choli kampirlar uchun alohida mehmon yotoqxona bo'lyapti. Kirganimizda ko'cha tomonga qaragan derazasi bo'ladi va o'zining ichida mana bu sanuzeli bilan birga bo'lyapti. Ko'cha tomondan qaraganda mana shunday holatda bo'ladi. Va bu tomonga darsh ketadigan bo'lsak, bu yerda mana yana bitta ikkinchi oila uchun yana bitta yosh oila uchun masalan xona bo'lyapti. To'g'ri mana bu yerdan kiramiz. Kirganimizda kichkina holcha, shu yerda mana bu detskiy xonamizga o'tiladi va bu tomondan yana bitta yosh oila uchun spalniga, yosh oila er xotin uchun spalniga kiriladi va buni ham o'zini ichida sanuzeli bor mana bu yerda to'g'ri kiriladi. Endi asosiy uyimizga keladigan bo'lsak, undan oldin mana bu yerda yo'lakcha orqali to'g'ri o'tib ketadigan bo'lsak, orqa hovliga o'tamiz. Bu yerda mana yozgi oshxonamiz, tandir o'choq deganda hammasini shu tomonga ko'zdan pana joyga bemalol joylashtirsak bo'ladi. Va bu tomondan yo'lagimiz mana bu kotyol va kladovka xonamiz bo'lyapti. Uyimizni hammasini mana shu yerdan to'g'ri isitsak bo'ladi. Va bu yerda mana bu mehmonxonamiz, bu yerdan ayollar uchun, bunisi erkaklar uchun bir-biriga xalaqit bermaslik uchun alohida qilingan. Va asosiy uyimizga keladigan bo'lsak, mana bu yerdan to'g'ri kiramiz. 3 ta zina bilan uyimizning balandligi hovlidan 50-60 sm bo'ladi. Balandligi 3 ta zina bilan to'g'ri kiriladi. Kirganimizda mana bu yerda o'rtada bitta hol bo'lyapti va chap tomonda bitta bolalar xonasi bo'lyapti. Bu yerga mana bu yerdan yorug'lik kiradi va bu tomonda ham derazasi bor. Va bu yerdan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, o'ng tomonimizda kundalik xona, ya'ni oilaviy o'tiradigan xonamiz. Shu yerni o'zidan birdan mana bu yurak tomonimizga chiqib ketsak bo'ladi va oshxonaga ham to'g'ri mana bu o'tiladi. Bu yerga katta panoramli oynali eshik qo'yiladi, suriladigan, bemalol ochib qo'ysa ham bo'ladi. Kerak bo'lgan vaqtda, xohlagan vaqtda yopib qo'ysa ham bo'ladi. Va oshxonamiz ham kattagina, mana bu yerda oshxona mebellari joylashsa, bu tomonda stol qo'yib o'tirsa bo'ladi. Va bu yerdan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, mana bu umumiy sanuzelimiz, общий sanuzel. Bu korpusimiz uchun общий sanuzel bo'lyapti. Va buning chap tomonida yana bitta ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Derazasi orqa tomonga qaragan bo'ladi. Buni ham o'zining ichida sanuzeli bor, mana bu yerdan kiriladi. Bitta katta xonani ikkiga bo'lganmiz. Bittasi общий sanuzel, bittasi bu tomonga xizmat qiladigan sanuzelimiz bo'ladi. Общий ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Bu yerga bunga e'tibor bergan bo'lsalaring, bironta ham kolonna ishlatilmagan. Chunki bir qavatli uyga kolonna shart emas. Betonni mana fundamentni baquvvat qilib qo'ysa, kolonna shart emas. Faqat ustidan bitta regel yuradi, bir qator uyimiz o'sha baquvvatligicha qoladi. Endi esa eng qiziq joyi, bu uyimizga ketadigan mablag'ni aytib o'tadigan bo'lsak, taxminiy mablag'imiz 90% atrofida to'g'ri chiqishiga umid qilamiz. 30 ming, 35 ming dollar atrofida umumiy mablag' ketadi. Ya'ni 30-35 degani bu viloyatiga qarab farq qiladi. Ba'zi viloyatlarda usta qimmat, usta haqiqiy ham qimmat, material ham qimmat, ba'zi viloyatlarda arzonroq. Masalan, vodiy viloyatlarida usta haqi ham arzonroq va material ham misol arzonroq bo'ladi. O'shaning uchun umumiy hisobda 30 ming, 35 ming atrofida dollarda hisoblaydigan bo'lsak, taxminan shunday mablag' sarflanadi. Mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar bo'lsa, buyurtmalar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin va fikrlaringizni izohlarda qoldirib ketishingizni so'rab qolaman. Va yana eng muhimi, sizlarga qanaqa uylarning obzori ko'proq muhim, bir qavatlimi, ikki qavatlimi, kam xarajatlimi yo kattaroq uylarni, o'shalarni ham iloji bo'lsa kommentariyalarda yozib ketsalaringiz, shunga binoan kelgusi videolarda sizning talablaringizga binoan videolar chiqarishga harakat qilamiz.